Vaqt aldıranğu saqlab turmaydı. Yıllar şu vaqtning eng cho'ng yo'rg'isi. Aqqan suvlar, atkan tanglar qaytalanmaydı. Yo'rg'i yillar ömürning yaman o'g'risi. Lutfullah Mutallib Uyg'ur yangi davr adabiyotiga o'chmas tuhfa qo'shgan va zo'r ta'sir ko'rsatgan o't yurak shoir, adib. Shundaqla u bir dramaturg, tashkilotchi bo'libla qolmasdan yana Uyg'ur millatining ozodligi, hurligi uchun kurash qilib, 23 yoshlik hayotini qurbon qilgan azimat. Lutfullah Mutallib 1922 yili 11 ayning 22 kuni hozirgi Qozog'istonning Almota oblastiga qarashliq Chunchi yezisining Saybo'yi mahallasida dunyoga kelgan. 1931 yili oilasidagilar bilan G'uljiga ko'chib kelgan. Lutfullah dadasining tarbiyasida 5 yoshida savodini chiqarib, avval Chunjida, keyin G'uljidagi Tatar boshlang'ich maktabida, o'rta maktabni Rus gimnaziyasida o'qigan. 1939 yili Urumchidagi Xinjiang Darul Muallimin, hozirgi Xinjiang Ma'rif institutiga kirib, Uyg'urcha o'qigan. Lutfullah Mutallib 1941 yili Urumchidagi o'qishini tamomlagandan keyin Sovet ittifoqi ilm-fan xodimlarining Janubiy Xinjiangni jug'rofiyalik va ekologiyalik tekshirish o'mikiga rus tili tarjimonligiga tayinlangan. 1942 yili 2-oyda Xinjiang gazetida muharrir bo'lgan. 1943 yili 11 ayda Komindang hokimiyatining ko'ziga mix deb qarilib, Aqsuga yo'tkib etilgan va Aqsu gazetida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Aqsu gazetida Janub Shamili nomli batni ta'sis qilib, avtorlarni uyushtirib, gazetning sifatini o'stirgan va ta'sirini kengaytgan. U yana Bilal Azizi, Munirdin Xo'ja qatorliq ilg'or yoshlar bilan tanishib, Aqsuda oqartish ishlari bilan shug'ullangan. U yana sanoyi nafisa ishlariga muaktiv qatnashib va uyushtirib, G'erib Sanam, Tahir Zuhra qatorliq opera dramalarni sahnalashtirgan va o'zi rejissor, dekoratsiya ishliguvchi aktyor bo'lgan va G'erib Tahirlarning rolini olgan. 1944 yili G'uljida milliy ozodlik inqilobi portlagandan keyin Lutfullah Mutallib Uchqunlar ittifoqi nomidagi mustamlikaga qarshi maxfiy tashkilot qurgan. 1945 yili milliy armiya Sayramdan o'tib Aqsuga yurish qilganda Lutfullah Mutallib, Bilal Azizi, Munirdin Xo'ja qatorliq o'g'lonlar qo'lga elinib turmaga tashlangan. Milliy armiya Aqsu shahriga qo'rshab hujum qilayotgan jiddiy paytda, ya'ni 1945 yili 9-oyning 18 kuni kechida Lutfullah Mutallib o'ziga o'xshash 20 nafar vatanparvar yosh bilan birga Komindang soqchilari tarafidan fojialik holda o'ldirib etilgan. Keyin kishilar Lutfullah qatorliqlarning meyitini Avraz ozgilidan tepib chiqqan va yuyib tarab dafn qilgan. Lutfullah Mutallib o'lim oldida turma temiga "Bu keng dunyo men uchun bo'ldi do'zax. Yosh jinimni xazon qildi bu qonxo'r ablag" deb yozib qoldirgan. Bu chaqda Lutfullah Mutallib 23 yoshga kirgan edi. Lutfullah Mutallib 14 yoshidan boshlabdan she'r yozishga boshlagan. U o'smir chaqlarida Lotun degan taxallusni ishlatsa, keyincha qaynam o'rkishi deb qo'llangan. Yillarga javob, xiyolchan tilak. Bu mening yosh g'unchi gulim echilatdi. Yoshlik o'gan, qatorliq o'lmas asarlarning tili go'zal, tushunishlik bo'lgandan sirt, yuksak vatanparvarlik,
xalqparvarligi bilan toki bugungacha Uyg'ur xalqining qizg'in so'yib o'qishiga muyassar bo'lmoqda. Lutfulla Mutallibni xotirlash, asarlarini tadqiq qilish zarur bo'lib qolmasdan davr taqozosi bo'lgan bir ilmiy emgakdir. Har qanday bir millatning kelgusi shu millat yoshlarining aqliy, axloqiy, jismoniy jihatlardagi yetilishi va o'z millatiga bo'lgan so'ygusi, ishonch aqidasi qatorliqlar bilan bevosita munosabatlik bo'ladi. Bir millatning yoshlarga ishonch, umid va jo'shqinlik ato qiladigan ruh ularning o'z tarixida alam va qalam bilan o'chmas izlarni, ruhlarni qoldirib kelgan ajdodlaridan keladi. Bu yil Lutfulla Mutallib tug'ilganligining 100 yillik xotira yili. Biz marhumning qisqigina, ammo ulug' hayotida qoldirgan o'chmas ish izlarini cheksiz seg'inish va cho'nqur hurmat ichida aslaymiz, yod etamiz. Uyg'on ey yorim, raqiblar yomon ey, gar uyg'onsam yig'latur zaman, yig'latur zaman. Mening chiroyim sarg'aydi saman, endi men ketdim yod ey, sen qolgin aman. Qadrlik yorim, suygan amrim, endi men ketdim yod ey, sen qolgin aman. Yod ey, sen qolgin aman.